Bunday hammasi. Oho, terib tashlabsizlar-ku. Gap yo'q-a. Bu kim tomonidan tan olingan endi bu qaysi tashkilot? Yozib qo'ygan. United Kingdom Property Awards. United Kingdomniki Luxury Lifestyle, Hadley Heights'da GBC tomonidan ham Luxury Lifestyle. Gap yo'q. Bu villalar ekan-a bu? Bular уже sotib bo'lingan. Bu yoqda. Phase 1, Phase 2. Phase 1da 2 dona townhouse'imiz bor. Bu yoqda 5 xonali, 6 xonali villalarimiz ham 6 dona qolgan. Villani ham ko'rishingiz mumkin. Bu endi bu haqida to'liq ma'lumot berib bo'ldim. Shu yerda просто ko'rishingiz uchun, tushunishingiz uchun qanaqa stilda, qanaqa uslubda bo'lishi. Demak 3 qavat bo'ladi. Buni basement podvali bo'ladimi yo'qmi Yo'q, bular? basement bo'lmaydi. Demak bu hozir 6 yotoqxonali bo'lyaptimi? Bu 6 yotoqxonali, lekin xonalar soni 10 taga yaqin, 11 taga yaqin. Ya'ni haydovchi va enaga uchun ham alohida, enaga ham alohida, ofisning xona alohida. Tepa qismida men ko'rdim quyosh panellari. Quyosh panellari bo'ladi. Bu qo'yib berasizlarmi shunda quyosh panelni? Ya'ni o'zini o'zi elektr bilan ta'minlaydi demoqchisiz. Qanchalar qismida? Bular 5 bedroom, 4 xonali va hozir men sizga ichki remonti qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Bu bizning townhouse bu shunda mana bu cottage townhouse. Ha, bu corner uniti, middle unitlar bilasizmi, chekkasi bo'lmaydi, lekin bir xil. 4000 square foot. Demak taxminan 360 kvadrat metr. 360 kvadrat metr townhouse. 7.900 narx. 7.900.000 dirham. Tushunarli. Bu bizning birinchi proyektimiz. O'sha sizga aytganim, topshirganimiz. O'zi topshirilgan. Ha, 2022 mayda. Ha, GBC'da topshirilgan. Misol uchun mokapam qanaqa bo'lsa, GBC'ga yo'l tushsa, o'zi hozir ko'rdingiz, esingizda bo'ladi. Buni zdaniya ko'rganingizda u shunaqa turgan bo'ladi. Odamlar yashayapti, sotadiganlar sotib bo'ldi, arenda bo'ladi. Qancha dedingiz? Necha puldan sotuvga chiqdi va qancha? 980 mingdan sotganmiz. O'sha bizdan klientlar olgan. Postkanor payment bilan. Lekin hozir bitganda o'tgan yili 1.300 ga sotishdi. 1.300, 1.250, 1.350. Demak 30-35% o'sib bo'libdi-da narxi. O'sib bo'lgan, lekin klientlar undan 60 ga 40 payment bilan bo'lgan. Misol uchun 500 ming to'lab turib 1.300 ga sotishyapti. Demak o'sha to'lagan puliga nisbatan 30% emas, 55-60% foyda. Ajoyib. Bu yog'imiz experience xona hisoblanadi, experience villamiz. Buni o'sha Nice Bridge'ga основной villa townhouse proyektlarimizdagi buni qanaqa deymiz? Ishlatadigan materiallarimiz, o'sha hammasi SPA da bo'ladi. Mana ko'rib turgan lyustralaringiz ham hammasi naturalniy tosh. Tosh? Naturalniy tosh. Lyustraga tosh. Da, tosh. Gap yo'q. AI Smart Home System, telefon orqali o'sha Alisadan 2 barobar kuchli hisoblanadi. Ya'ni nima o'ylasangiz shuni tushunadi, deng. Gapirish ham shart emas. Haligi o'zingiz yashayapsiz, hech qanaqa odam sizga sherik kerak emas yashagan. Gap yo'q, gap. Hamma tosh. Tosh? Toza. Gap yo'q. Buni spetsialniy Yevropadan olib keltiramiz hammasini. Lekin mana bu marble toshlar undan ko'ra 2 barobar qimmatroq hisoblanadi, chunki rangi naturalniy bu. Bunaqasini natural toshdan ko'rmaganman. Va aytganimdek, kitchen appliancelar hammasi Gaginau. Bu yog'i ham ancha qimmat hisoblanadi, chunki buni chiqazish o'zi ancha qiyin, bu shaklda chiqazish. Gaginau ko'taruvchi haliga aytishadi, og'ir bo'lsa toza hisoblanadi deyshadi. Ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Kir yuvish mashinalari, ichki hammasi Gaginaudan bo'ladi. Va hamma o'sha nima deydi, santexnika mahsulotlarini Casa Milanodan foydalangan. Casa Milano. Casa Milanoning ham ikki xili bor. Dubayskiy varianti, italyanskiy haqiqiy variant hisoblanadi. Bizda italyanskiy variant. Chunki qo'limizda hamma materiallarni Yevropadan olib kelamiz. Tushunarli. Yo'q qo'yamiz. Bu ham naturalniy tosh. Naturalniy tosh va tepadagi otni yoy. Otni yo'li? Ha. Gap yo'q, gap yo'q. Lekin haqiqatan ijodkorlik bilan yondashibdi. Shunaqa aytdim, hali bizda shunaqa anaqaki vision deydi-yu, unik narsa yaratish. Lifestyle berish, unik. Misol uchun 4 yildan beri Dubayda bo'lsa, 12 dona proyektimiz bor xolos. Yo'qsa biz ham tas qilib bir 100 taga chiqazib olsak bo'ladi. Ya'ni soniga emas, sifatiga ishlaymiz demoqchisizda. Gap yo'q, gap. Bu yoqda kirsangiz, bu yoq ham kiraylik chiqani.
Bu o'sha master bathroom hisoblanadi. Portugalza Casa Milano, bu yerda ham двойной dush va bu yerda ham toshdan anaqalardan foydalanilgan toshlardan va rimskiy jakuzi, dashjevoy rimskiy jakuzi deyiladi. Lekin gap yo'q. Qoyil. To'liq bu toshmi nima endi buni? Tosh hammasi ham ham sovuq turadi qo'lda. No, atmosfera, lifestyle berish maqsadida qilingan. Gap yo'q. Buni bo'lak so'z bilan ta'riflash qiyin ekan, lekin ko'rgan odam уже bittada e'tiborini tortadi. Qoyil, ajoyib, lekin mana pastki qismini ham ko'ringlar. Suv oqib ketish tizimi hammasi. Gap yo'q lekin.